Bo'lsa o'zimizning obunachilarimizga bo'lsin. Hozirgi kunda emailkalar muammo bo'lib, telefonlarning narxi patolog darajada chiqib turgan paytda MX Mobile'da arzon narxlarda telefonlarni qo'yishda davom etamiz. Buni narxini siz o'ylab turing, o'ylaganingizdan arzon qo'yamiz. Bu telefonimiz 12 Pro Max, 12 Pro ni narxiga qilib beramiz. Dash 12 Pro ni ham bu narxga hozir topib bo'lmayapti. Xotiralarimiz 128 talik, yo'nqislarimiz esa 82 yo'nqis. Вообще go'zal. Telefonimizni narxi bor yo'g'i $370 ga, 12 Pro da narxiga 12 Pro Max olib ishlatadigan joyi va bosadigan joyi. Tez aloqaga chiqinglar. Telefonimiz o'zimizning obunachilarimiz va bizni kuzatib boruvchi mijozlarimiz uchun, sizga obuna bo'lmay ko'rayotgan aziz mijozlarimiz uchun obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman. Telefonimiz va narxlari yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'ygan, qo'llar baraka topsin inshaalloh. Telegram kanaliga ham o'tib olib obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman, chunki Android, Redmi, Samsunglarda xarakteristika va narxlari bo'yicha to'liq ma'lumotni Telegram kanalimizda olishingiz mumkin. Bo'lsa o'zimizning obunachilarimizga bo'lsin. Hozirgi kunda emailkalar muammo bo'lib, telefonlarning narxi patolog darajada chiqib turgan paytda MX Mobile'da arzon narxlarda telefonlarni qo'yishda davom etamiz. Buni narxini siz o'ylab turing, o'ylaganingizdan arzon qo'yamiz. Bu telefonimiz 12 Pro Max, 12 Pro ni narxiga qilib beramiz. Dash 12 Pro ni ham bu narxga hozir topib bo'lmayapti. Xotiralarimiz 128 talik, yo'nqislarimiz esa 82 yo'nqis. Вообще go'zal. Telefonimizni narxi bor yo'g'i $370 ga, 12 Pro da narxiga 12 Pro Max olib ishlatadigan joyi va bosadigan joyi. Tez aloqaga chiqinglar. Telefonimiz o'zimizning obunachilarimiz va bizni kuzatib boruvchi mijozlarimiz uchun, sizga obuna bo'lmay ko'rayotgan aziz mijozlarimiz uchun obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman. Telefonimiz va narxlari yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'ygan, qo'llar baraka topsin inshaalloh. Telegram kanaliga ham o'tib olib obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman, chunki Android, Redmi, Samsunglarda xarakteristika va narxlari bo'yicha to'liq ma'lumotni Telegram kanalimizda olishingiz mumkin.